Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Avvalo barcha yurtdoshlarimizni eng ulug', eng aziz bayramimiz Mustaqillik ayyomining 35 yillik. Qolaversa, qadrdon oliygohimiz Samarqand davlat pedagogika institutining tashkil topganligiga 5 yil to'lishi munosabati bilan bo'ladigan ayyom bilan qutlab qolaman. Mana shunday bayram kunlarida har doim qalbimni bir tasvirlab berib bo'lmas his chulg'ab oladi. Bu o'tgan kunlardan saboq chiqarish va bugungi kunga shukronalik hissi. Yaxshi eslayman, bolaligimda dadamni menga olib bergan qator terilib turadigan kitoblarni juda yaxshi eslayman. Katta hajmli, qiziqarli muqovalardan tashkil topgan ensiklopediyalar menimcha bolaligimning eng katta boyligi mana shu kitoblar bo'lsa kerak. Mustaqillik tushunchasini hamma har xil tushunadi. Men bu tushunchani shunchaki bir siyosiy tushuncha sifatida emas, balki bir dastlab tuyg'u sifatida his qilganman. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda har kun erta tongdan davlat madhiyasini kuylardik. Birinchi qatorda turib, ovozim boricha kuylardim madhiyani va o'sha paytda tanamda ta'riflab bermas bir his bo'lardi, tanamda titroq bo'lardi. O'sha paytlar nima uchun madhiyani aytganimda bunchalik hayajonlanganimni tushunmaganman, lekin bugun aniq bilamanki, men o'sha paytlarda vatan tuyg'usini his qilganman. Shuning uchun ham hozirda talabalarimizga aytamanki, madhiyani kuylasangiz shunchaki kuylamang, chunki bu shunchaki qo'shiq emas deb. Menimcha vatanga muhabbat hech kimga alohida o'rgatilmaydi. U insonlarning turmush tarzi orqali singdiriladi. Shaxsan mening oilam ham ota tomondan, ona tomondan ham o'qituvchilar, ziyolilar bo'lganligi sababli xalqqa xizmat qilish, fidoyilik, halollik, vatanga muhabbat tuyg'ulari ko'p takrorlanardi. Shuning uchun ham men aynan shunday muhitda o'sganman va tarbiyalanganman. Shu jarayonda menda vatan tuyg'usi jo'sh urgan deb ayta olaman. Faoliyatimdan kelib chiqib, menga juda ko'p savol berishadi. Mustaqillikning aynan ayollarga bergan ne'matlari nimada deb bilasiz deb. Men bunga bir real misol bilan javob beraman. Yoshligimda buvim menga o'zining maktabga borish holati haqida ko'p gapirib bergan. Buvim maktabga boshlang'ich sinfga zo'rg'a borganligini, o'qishga qiziqqanligini, hatto yashinib darsga borganida kaltaklanganligini, hatto nina bilan qo'liga sanchib jarohatlashganini aytib berardi. Men bu voqeani shunchaki ertak sifatida eshitganman, chunki menda bunday to'siq yo'q edi. Menda o'qiyman desam kitobim bor, daftarim bor, o'qituvchim bor va eng muhimi o'qi degan imkoniyat bor edi. Shundan so'ng buvim ko'p takrorlardi, senda hamma imkoniyat bor imkoniyatingni ishga solib o'qigin, izlangin deb. Mana bugun o'sha kunlar keldi. Mustaqillikning sharofati bilan maktabda o'qib, o'z ustimizda ishlab, 30 yoshimda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent ilmiy darajasiga erishdim. 32 yoshimda filologiya fanlari doktori darajasini qo'lga kiritdim. Bugungi kunda undan ziyod o'quv qo'llanmalar, darsliklarim, monografiyalarim nashr etilgan. 100 dan ziyod ilmiy va ommabop maqolalarning muallifiman. Qolaversa, hozirgi kunda oliy ta'lim dargohimizda 10 mingga yaqin talaba qizlarimizning mas'uliyati bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Bir vaqtlari kelinning asosiy vazifasi faqat uy bekasi bo'lish va kundalik vazifalarni bajarish bilan chegaralanib qolgan. Bugungi kunga kelib esa ayol imiji butunlay yangilandi. U oilani boshqa oilaviy faoliyat bilan birgalikda o'zini kasbiy faoliyati bilan ham shug'ullanmoqda, ilm qilmoqda, ta'lim olmoqda, oilaga moddiy hissasini qo'shmoqda, turmush o'rtog'i bilan birgalikda oilaviy qarorlarni qabul qilmoqda. Bu ham jamiyatimizda mustaqillikning ayollarga bergan eng katta ne'mati deb bilaman. Yaqin yillarda, so'nggi 3 yilni oladigan bo'lsak, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, manfaatlarini himoya qilish borasida 100 dan ziyod qaror va farmonlarning qabul qilinishi ham jamiyatimizda
jadidlarimiz tomonidan, buyuk bobokalonlarimiz tomonidan hadislarda keltirilgan ayollarning ilm olishi, ta'lim olish masalasini chuqur anglagan holda qabul qilinganligi, qo'llab-quvvatlanganligini dalolatlaydi. Mustaqillik bilan birga ulg'aygan shaxs sifatida shuni ayta olamanki, men buvim bosib o'tolmagan yo'lni bosib o'tdim. Buvim yashirinib ushlagan qalamni men ilm olish uchun tutdim. Agar mendan mustaqillikning o'lchovi nimada deb so'rasangiz, agar buvimning maktabga yashirinib borgan qo'llari bilan mening ilm yozayotgan qo'llarim orasidagi masofani o'lchasangiz, bu nom mustaqillik deb ataladi. Men faoliyatimdan kelib chiqib, minglab talaba qizlarning, yoshlarning institutdan, ilmdan, kitobdan yiroqlashmasligi, yashinmasligi uchun harakat qilmoqdaman. Bularning barchasi mening hayotimda mustaqillik bergan eng ulug' ne'matlardan biri hisoblanadi. Yurtimizning mustaqilligi abadiy bo'lsin. Institutimiz doimo gullab yashnasin va vatan kelajak ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan yoshlarni tarbiyalashda hech qachon tolmasligini tilab qolaman.